Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana ko'rib turganingizdek, navbatdagi video darsini yozishga qaror qildim va e'tiboringizga taqdim etmoqdaman. Demak, bugungi video darsimning mavzusi nima? 10-sinf jahon tarixi darsligini. 17-mavzusi Ikkinchi jahon urushidan keyingi xalqaro munosabatlar Sovuq urushning boshlanishi deb nomlanadi. Demak, bu mavzuni tushuntirish orqali men sizlarga nimani yetkazmoqchiman? Jahon tarixi, masalan, umuman tarix fani maktab darsligi bo'yicha qisqacha tayanch konspekt metodikasi bu albatta amaliy metodlardan hisoblanadi. O'sha metoddagi instrumentlardan hisoblanadi desak bo'ladi. Bir usul, material bilan, darslik kitob bilan ishlashdagi usullardan biri. Demak, tayanch konspekt metodini qanday qilib kitobni o'zida qo'llash mumkinligini yetkazmoqchiman va shu bilan bir qatorda xarita bilan, geografik xarita bilan qanday ishlash mumkinligi haqida sizlarga 2-3 og'iz tushunchalar bilan ma'lumot bermoqchiman. Demak, boshladim. Sovuq urush. Sovuq urush degani o'zi nima nazarda tutiladi, hurmatli kuzatuvchilar? Shunga avvalambor kelaylik. Qisqagina tushunchalar orqali men sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Birinchi va ikkinchi jahon urushlari bo'lgani barchamizga ma'lum. Barchamizga ma'lum. Demak, Ikkinchi jahon urushidan keyin AQSh, Shimoliy Amerika materikidagi davlat va SSSR, Yevroosiyo materikidagi yirik davlatni, mana shu ikki davlatni o'rtasidagi munosabatlarni ma'lum ma'no va darajadagi keskinlashuvi va AQSh kotibi Jorj Marshall tarafidan Yevropa mamlakatlariga Ikkinchi jahon urushidan keyingi yetgan talofatlarni bartaraf qilish va Yevropa davlatlarini o'zini tiklab olishi uchun ko'rsatmoqchi bo'lgan yordami natijasida Yevropa qit'asidagi davlatlar tom ma'noda ikkiga, bir-biriga qarama-qarshi yo'nalishga bo'linib ketishi, ya'ni taraqqiyot, davlatni rivojlanishi nuqtai nazaridan qaralganda bu kapitalistik va sotsialistik tamoyilga asoslangan davlatlarga bo'linib ketishi bilan xarakterlanadi. Demak, mana shu sovuq urush deyilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, endi navbat va navbat sizlarga mavzuni tushuntiradigan bo'lsam, demak, iste'foda bo'lsa-da, urush yillari katta obro' orttirgan Cherchill 1946-yili martda AQShning Fulton shahrida Westminster kolleji tinglovchilari oldida so'zga chiqib, AQShga tinchliksevar xalqlarni Sovet tajovuziga qarshi kurashishga boshchilik qilishni taklif qildi. 1947-yil iyun oyida AQSh davlat kotibi Jorj Marshall Yevropa mamlakatlariga urush oqibatlarini bartaraf qilishda yordam ko'rsatish g'oyasini ilgari surdi. Marshall rejasini qabul Yevropaning Marshall rejasini qabul qilgan va AQSh bilan yaqinlashuv yo'lini tanlagan davlatlar taraqqiyotni sotsialistik yo'lini va SSSR bilan hamkorlikni tanlagan davlatlarga bo'linishi ancha uzoq vaqt davom etgan qarama-qarshilikni boshlab berdi. Demak, uzoq davom etgan qarama-qarshilikni boshlab berdi. Dunyoning eng katta davlatlari AQSh va SSSR bu ittifoqlarning markazlariga aylandi. Ya'ni Yevropa qit'asida, keyin esa butun dunyo miqyosida bir-biriga qarama-qarshi turgan harbiy, siyosiy va iqtisodiy ittifoqlar tizimi shakllandi. Bu ittifoqlar nima? NATO va Varshava shartnomasi tashkiloti desak, hech mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni haqiqat hisoblanadi. Hamda OIIK, bu o'zaro iqtisodiy yordam kengashi 1949-yil 1-yanvarda SSSR va Sharqiy Yevropaning ko'pchilik davlatlari iqtisodiy ittifoq o'zaro iqtisodiy yordam kengashi OIIK tuzilganini e'lon qilishdi. O'z navbatida G'arb davlatlari 1949-yil aprelda Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti NATO deb ataluvchi harbiy siyosiy tashkilotni tuzishdi. NATOga javob tariqasida 1955-yili SSSR va Sharqiy Yevropa davlatlarining harbiy siyosiy ittifoqi Varshava shartnomasi tashkiloti tuzildi. Ya'ni Sharqiy Yevropa davlatlarining ham qaysi birlari Yevropa davlatlarini aynan shu, demak, sotsialistik taraqqiyot yo'lini tanlagan aynan shu sharqiy hududdagi territoriyadagi davlatlari hisoblanadi Yevropani. Keyingisi, mana shu bilan bir qatorda ko'rsatib o'tishim mumkinki, mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda bilimni o'zlashtirilgan bilimlarda, ma'lumotlarda takrorlab olish uchun
demak yodda tuting belgisi bilan, demak kerakli ma'lumotlarni qayd etib borish belgisi bilan mana bu yerda sanalar demak xronologiya metodiga juda ham mos tushadi, keltirib o'tilgan. Marshall rejasi bu qanaqa reja? Jorj Marshall tarafidan Yevropa davlatlarini Ikkinchi jahon urushidan keyin ko'rgan talofati, aziyatini bartaraf qilish va ularni tom ma'noda qaytadan oyoqqa turish uchun ko'maklashish maqsadida tuzilgan reja edi Marshall rejasi. 1949-yil aprelda nima bo'ldi? NATO tashkiloti tuzildi. 1949-yil yanvarda nima bo'ldi? OIYK tuzilgani e'lon qilindi. 1955-yilda esa SSSR va Sharqiy Yevropa davlatlarini mana ko'rib turganingizdek harbiy siyosiy ittifoqi, ya'ni Varshava shartnomasi tashkiloti tuzilgani ma'lum bo'ldi. 1950-yillardayoq bu mamlakatlar o'ziga xos taraqqiyot yo'lini tanlash uchun xalqaro maydonga chiqdilar va keyinchalik 3-dunyo mamlakatlari nomini oldi. Ya'ni mustamlaka tizimini qulashi va yangi mustaqil davlatlarda tashkil topishi jahon taraqqiyotidagi ikki qutbli tizimga berilgan kuchli zarba bo'ldi. Demak, betaraf davlatlar toifasi desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Demak, 3-dunyo mamlakatlari na AQSh tarafkashi, na bir SSSRni tarafkashi degan ma'noda talqin qilishimiz mumkin. Ya'ni 3-dunyo mamlakatlari deyilyapti. Alohida holda o'ziga xos taraqqiyot yo'lini tanlash uchun xalqaro maydonga chiqishdi. Demak, 1950-yillardayoq mana shu yangi mustaqil davlatlar. Yangi davlatlarda ko'pchiligi o'z taraqqiyot yo'lini na SSSR va na AQSh bilan qattiq bog'lashni istashmadi. Keyin bu tendensiya yanada rivojlandi. Iosif Broz Tito, Javoharlal Neru, Jamol Abdul Nosir tashabbusiga ko'ra mustamlakachilikdan ozod bo'lgan mamlakatlar 1961-yili qo'shilmaslik harakatini tashkil qilishdi. Ya'ni qo'shilmaslik harakati bu albatta ma'nodor so'z shu. То есть одно и то же самое, да? Betaraflik, tarafkash bo'lmaslik g'oyasi hisoblanadi. Betaraf bo'lish, ya'ni 1970-80-yillardagi xalqaro munosabatlar. 1970-yillari xalqaro munosabatlardagi keskinlik biroz yumshadi. Demak, qo'shilmaslik harakati bo'yicha tarafdor bo'lgan, demak, mana shu 3-dunyo mamlakatlari yuzaga kelishi bilan bir qatorda deyishimiz mumkin. 1972-yili SSSR bilan AQSh o'rtasida strategik qurollarni cheklash bo'yicha birinchi shartnoma, demak, strategik qurollarni cheklash SQCH1 va 1975-yili Yevropada xavfsizlik va hamkorlik kengashini yakunlovchi akti imzolandi. Bu hujjat shartnoma emasdi, ammo katta axloqiy siyosiy ahamiyatga ega bo'ldi. Zotan u xalqaro munosabatlarda yangi taraqqiyparvar normalarni o'rnatdi. Shunday holatda 1979-yili SSSR va AQSh o'rtasida, demak, strategik qurollarni cheklash ikki shartnomasi, mana SQCH ikki shartnomasi imzolandi. 1979-yil dekabrda Afg'onistonga Sovet qo'shinlari kiritildi va xalqaro munosabatlarda yana keskinlik boshlandi. Yanada, demak, o'sha o'rtadagi nizolar deyishimiz mumkin. O'sha keskinlik, ya'ni bu keskinlikni yumshatish ikki tomonni ham qanoatlantiradigan munosabatlar shaklini topish uchun ilk harakatlar SSSR va AQSh liderlari Gorbachyov va Reyganning 1980-yillar Jeneva va Reykyavikdagi uchrashuvlarida boshlandi. Mana ko'rib turganingizdek, demak, xarita bilan ishlash jarayoniga ham keldik, hurmatli kuzatuvchilar. Sotsialistik mamlakatlar qizil rang bilan belgilangan davlatlar hududlari hisoblanadi. Yashil, demak, kapitalistik mamlakatlar esa mana bu yashil hududdagi davlatlar hisoblanadi. Bunda ko'rishimiz mumkinki, shubhasiz Shimoliy Amerika materikidagi jamiki davlatlar kiradi. Faqatgina mana bu hududdagi davlat, mana bu hudud, demak, sotsialistik yo'lni tanlagan, demak, joy hisoblanyapti. Mana Afrika, Janubiy Amerika materikida esa mutlaqo hamma davlatlar kapitalistik taraqqiyot yo'lini tanlagan davlatlar hisoblanyapti. Afrika qit'asi va materikiga kelsak, bunda ham aytishimiz mumkinki, hech mubolag'a bo'lmaydi degan, demak, fikrdaman. Afrika qit'asi va materigini 80-85% davlatlari, demak, mana oz sonli davlatlargina
ko'rib turganingizdek sotsializm yo'lini tanlagan. Mana ko'pchilik davlatlar esa kapitalizm yo'lini tanlagan. Endi albatta Yevrosiyo materikida kapitalizm yo'lini tanlagan davlatlar Hindiston, Saudiya Arabistoni, demak Yaqin Sharqdagi davlatlar Isroil, Falastin, mana bir qator davlatlar, demak Eron, demak Iroq davlatlarini ko'rishimiz mumkin. Mana bu Kaspiy dengizi, Qora dengizi va mana bu O'rta Yer dengizi atrofidagi ba'zi mamlakatlar ko'rib turganingizdek G'arbiy Yevropa davlatlari bu kapitalizm yo'lida, Sharqiy Yevropa davlatlari esa sotsializm yo'lida turibdi. Demak, mana bu davlatlar ham, demak Indoneziya, Malayziya, Tailand davlatlari ham demak kapitalizm yo'lini tanlagan va Avstraliya va mamlakati ham, Yangi Zelandiya mamlakat oroli va mamlakati ham demak kapitalizm yo'lini tanlagan davlatlar sirasiga kiryapti. Xo'p, albatta mana yana quyidagi belgi bo'yicha demak qisqacha tayanch konspekt metodi bo'yicha desak ham bo'ladi. Shubhasiz mavzu bo'yicha demak yakuniy xulosalar va mana ko'rib turganingizdek o'ta muhim sanalar va voqeliklar yozilgan. Demak, qaysi shartnoma qachon tuzilgan? Mana 1980-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab 1990-yillarning boshlarigacha xalqaro munosabatlarda faollik va iliqlik davri bo'ldi. Demak, 80-yillar ikkinchi yarmidan aytishimiz mumkinki 1985 gacha birinchi yarim bo'lsa, 1980-yilda ikkinchi yarmidan, demak 1986-yildan 90-yillarda boshlarigacha xalqaro maydonda, demak davlatlararo xalqaro faollik va iliqlik davri bo'ldi. Marshall rejasi nima ekani haqida yozilgan. NATO tashkiloti va Varshava shartnomasi tashkiloti haqida demak yozilgan. Mana ko'rdingiz hurmatli kuzatuvchilar. Demak, umid qilamanki va o'ylaymanki, demak bugungi video dars sizlarga ham tushunarli, ham ma'qul bo'ldi degan fikrdaman. Kelasi video dars yoki video roliklargacha xayr, sog' bo'linglar.